Здравствуйте. Assalomu alaykum. Bugun biz O'zbekistondagi eng dolzarb mavzulardan biri aynan internet orqali firibgarlikni muhokama qilamiz. Jinoyatchilar qanday sxemalardan foydalanadi hamda aldovlarning qurboniga aylanmaslik haqida bizga mehmonimiz Ipoteka bank firibgarlikka qarshi kurash departamenti rahbari Bogdan Labutin gapirib beradi. Bogdan, assalomu alaykum. Xayrli oqshom. Ushbu lavha moliyaviy xavfsizlik dunyosida ishonchli hamkorimiz Ipoteka bank guruh hamda O'zbekistondagi chakana kreditlar bo'yicha birinchi o'rinni egallagan bank yordamida yaratildi. Keling, O'zbekistondagi firibgarlik masalasi qanchalik jiddiy ekanligi haqida umumiy ta'rifdan boshlaylik. Yangi ma'lumotlar bormi? 2024-yilda kiberhujumlar soni 12 millionga tenglashdi. Huquqni muhofaza qilish idoralariga esa 2023-yilda mijozlar tomonidan kelib tushgan murojaatlar soni 25 mingta, 2024-yilda esa 36 mingtani tashkil qildi. Ya'ni 34% ga oshdi. Agar pul miqdori haqida gapiradigan bo'lsak, 2024-yilda Markaziy bank tomonidan firibgarlar o'zlashtirgan mablag'lar summasi qariyb 15 milliard so'mni tashkil etganligi haqida statistika ma'lumotlari e'lon qilindi. Quvonchli tomoni shundaki, ushbu pullardan 9,5 milliard so'mini qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Firibgarlar yanada ustasi farang bo'lib ketganligini tushunib yetishimiz lozim. Ular bugungi kunda qo'llayotgan o'nlab sxemalar ichida 3tasi keng tarqalgan hisoblanadi. Telefon orqali firibgarlik, Markaziy bankdan yoki huquqni muhofaza qilish idoralaridan qo'ng'iroqlar. Odamlarga qo'ng'iroq qilib, mablag'laringiz xavf ostida yoki sizning nomingizga kreditlar olishgan. Zudlik bilan ushbu pulingizni himoya qilishingiz zarurligi haqida aytishadi. Ikkinchisi, phishing ilovalari. Telefoningizga SMSlarni bemalol ko'rib, ulardan foydalanib, pul o'tkazmalarini amalga oshiradigan phishing ilovalari yuklanishi. Uchinchisi, o'g'irlangan mablag'larning qaytarilishi. Firibgarlar qurboniga aylanishingizdan keyin sizga vaqt o'tar o'tmas ma'lum miqdordagi pul evaziga o'g'irlangan mablag'laringizni qaytarib berish haqidagi murojaatlar bilan chiqishadi. Internet orqali firibgarlik soni nima sababdan ko'payib bormoqda? Ikkita asosiy omil mavjud. Birinchisi, Covid vaqtida biz onlayn to'lovlarga o'rgandik va bizni ularga o'rgatib qo'yishdi. Ikkinchi asosiy omil muomaladagi kartalar miqdorining ko'payishi. 2023-yilda kartalar soni 40 million, 2025-yilda esa 55 millionni tashkil qildi. Bu esa firibgarlik maqsadlarining ko'payib borishi, ko'plab insonlarni aldanib qolishiga olib keladi. Firibgarlarga qarshi qanday kurashish mumkin va kelgusida qanday choralar qo'llanish lozim? Avval aytib o'tganimizdek, arizalar soni 26 mingdan 36 minggacha oshdi. Bu ham noxush, ham yaxshi yangilik. Bu odamlar ko'proq huquqni muhofaza qilish idoralariga ko'proq murojaat qilayotganidan darak beradi. Bugungi kunda eng yaxshi himoya, afsuski, ogoh bo'lish. Hech kimga SMS orqali kodlarni bermang, tushunarli bo'lmagan ilovalarni yuklab olmang va noaniq telefon orqali suhbatlarni darhol to'xtating. Qolganini bizga qo'yib bering. Bugungi kunda firibgarlar odamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zlarini bank yoki huquqni muhofaza qilish idoralari xodimi deb tanishtiradi. Hisob raqamingizda muammo bor deb pul o'tkazishni talab qilishadi va maxfiy ma'lumotlarni so'rashadi. Ushbu sxema qay tarzda amalga oshiriladi va undan qanday himoyalanish mumkin? Go'yoki Markaziy bankdan qo'ng'iroqlar bugungi kunda ko'paymoqda. Sxema juda ham oddiy, hissiyotlaringizdan foydalanish. Sizga qo'ng'iroq qilib, mablag'laringiz xavf ostida yoki sizga nisbatan tergov ishi ochilgan, shuningdek boshqa bir tekshiruv o'tkazilayotganligi haqida ma'lum qilishadi. Bunday suhbatlar ko'pincha sizdan SMS xabarda ko'rsatilgan shaxsiy kod yoki yana qandaydir ma'lumotlarni aytib berishingiz haqida iltimoslar bilan yakunlanadi. Darhol suhbatni to'xtating. Agar shunday do'q-po'pislar bilan qo'ng'iroq qilsa, qanday chora ko'rish mumkin? Sizga xizmat ko'rsatayotgan bankka qo'ng'iroq qiling. Markaziy bankning telefon raqamlarini bemalol topib, rasmiy vakolatxonaga qo'ng'iroq qilib, ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Davlat idoralari odatda shoshqaloqlik qilmaydi va bank sizga biror bir ma'lumot berishingizni talab qilmaydi. Qo'ng'iroq qilamiz, tekshiramiz va shunday emasligiga ishonch hosil qilamiz. Firibgarlar mijozning xabarsiz uning nomiga kredit rasmiylashtiradigan holatlar ham uchrab turadi. Bu qanday sodir bo'ladi? Afsuski, shunday vaziyatga tushib qolish ehtimoli bor. Sizga 30 kundan keyin qo'ng'iroq qilib, nima sababdan kredit bo'yicha to'lov qilmadingiz deb so'rashlari mumkin. Umuman olganda, sxema juda sodda. Sizga masalan Open byudjetga ovoz berish taklifi bilan biror bir kimsa murojaat qilgan bo'lishi mumkin. Bultur keng tarqalgan case ana shu edi. Sizni fotosuratga tushirib, ma'lumotlaringizni olib, natijada nomingizga kredit rasmiylashtiradi. Bu haqda 30 kundan keyin bilishingiz mumkin. Boshqa holatlar ham bo'lgan. Masalan, quruvchilardan biri qo'shimcha ish topish niyatida hujjatlarni rasmiylashtirish bahonasida fotosuratga tushishni so'ragan. Albatta, bu identifikatsiyadan o'tish kerak bo'lgan. Keyin uni nomiga kredit rasmiylashtirilgan. Bunday narsalardan qanday himoyalanish mumkin? 3ta qoidaga rioya qiling. Manbani tekshiring, ma'lumotlar qayerdan va nimani bildiradi. Qayta qo'ng'iroq qiling, sizga xizmat ko'rsatadigan bankka qo'ng'iroq qiling. Bizning mijozlarimiz bizning bankimizga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Ma'lumotlaringizni birovga berishdan avval o'ylab ko'ring, kimga beryapsiz, nima uchun va ulardan nima maqsadda foydalanishadi. Bundan keyin ham firibgarlar qurboniga aylansangiz, qanday choralar ko'rilishi lozim? Agar bunday holat yuz bersa, albatta xizmat ko'rsatadigan bankka qo'ng'iroq qiling. Ro'y bergan vaziyat yuzasidan xabar bering. Kredit olgan kartangizni bloklashni iltimos qiling. Bundan keyin ichki ishlar bosh boshqarmasiga ariza yozing yoki 102 raqamiga qo'ng'iroq qiling. U yerda sizga keyin nima qilishingizni tushuntirib berishadi. Albatta isbotlar bilan, yozishmalar, SMSlar,
kredit olingan sanasi, vaqti, hammasini saqlab qo'ying. Bulardan barchasi tergov uchun kerak bo'ladi. Mijozlarning shaxsiy ma'lumotlariga egalik qilish maqsadida firibgarlar qalbaki to'lov ilovalarini yaratish holatlari ham uchrab turadi. Qalbaki ilovani haqiqiy ilovadan farqi nimada? Firibgarlarning tuzog'iga tushmaslik uchun nima qilish kerak va bu sxema qanday ko'rinishga ega? Ha, umuman olganda bu yo'nalish muammoli. 2024-yilning boshida Click Pay Me va uy-joy kommunal to'lovlari tizimlarining soxta ilovalari paydo bo'lganligini tushunib qoldik. Ularga turli ilhomlantiruvchi bloklar hamrohlik qilgan. Ilova juda ayyor uslubda ishlaydi. U sizning SMS-laringizni o'qiy oladi, telefon raqamingizga keladigan aniq ATP kodlaringizga egalik qilish mumkin. Shuningdek, kontaktlaringizdan foydalanishi mumkin. Kontaktlaringiz orqali firibgarlarda hujumlar uchun qo'shimcha negiz paydo bo'ladi hamda ular sizdan qurbon sifatida foydalanish uchun ko'proq imkoniyatlarga ega bo'ladi. Bundan tashqari, telefoningizda o'rnatilgan ilovalarni qaysi banklar xizmatidan foydalanishingizni ko'rishadi. Bu esa profiling uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Mazkur ilovaning asosiy maqsadi ATP kodlarga egalik qilgan holda mablag'laringizni o'zlashtirish. Qanday qilib firibgarlar soxta ilovani yuklab olishga majbur qilishadi? Juda oddiy yo'l bilan, masalan, uy-joy kommunal to'lovlari. Telegram gruppalarida agar mana shu ilovani yuklab olsangiz, kommunal to'lovlar uchun ishlatishingiz mumkin bo'lgan 200 ming so'm voucher sifatida beriladi degan ilova tarqatiladi. Tabiiy hol, ilovani yuklab olganingizdan keyin hisob raqamingizdan mablag'lar g'oyib bo'ladi. Hech qanday voucherlar esa berilmaydi. Ko'pincha ilovani yuklab olishingiz evaziga turli xil bonuslar va'da qilinadi. Masalan, bepul o'tkazmalar. Bulardan barchasi ilovaning yuklab olishga yoki internetdagi qandaydir reklama kompaniyasiga taqaladi. Qalbaki ilovani qanday ajratib olish mumkin? Qandaydir belgilar bormi? Ko'pincha uni Telegram orqali yuborishadi. Play Market yoki App Store'dan yuklab olishingizni tavsiya qilishadi. U APK imzosiga ega bo'ladi. Ko'pincha uni zudlik bilan yoki hoziroq yuklab olish haqidagi xabar bilan yuborishadi. Uning nomi boshqacha bo'ladi. Masalan, klik va yonida qo'shimcha raqamlar, misol uchun 248 yozilgan bo'ladi. Payme ham shunga o'xshash yuboriladi. Agar zarar yetkazuvchi ilovaga allaqachon yuklanib olingan bo'lsa, qanday choralar ko'rilishi lozim? Birinchidan, Wi-Fi ni o'chiramiz, mobil ma'lumotlar uzatilishini to'xtatamiz, ilovani telefondan o'chirib tashlaymiz. Ikkinchidan, xizmat ko'rsatuvchi bankka qo'ng'iroq qilib hisob raqamlarini bloklashni so'raymiz, chunki ehtimol SMS-larimizdan foydalanishga ulgurgan. Ichki ishlar bosh boshqarmasiga ariza yozamiz. U yerda bera oladigan kiber xavfsizlik bo'limi bor. Ba'zi ilovalarni faqat OS ni qayta o'rnatgan holda o'chirib tashlash mumkin. Keyin bank akkauntingizga ulanib olasiz. Bunda boshqa ulangan moslamalar bor, yo'qligini tekshirib oling. Qo'shimcha iCloud, Google'dagi akkauntni ham tekshirib ko'ring. O'zingizni yanada xavfsiz his qilishingiz uchun telefoningizdan SIM kartani olib, qayta qo'yishingiz mumkin. Bunday chora SMS-laringizdan foydalanishdan saqlaydi. Ba'zida nafaqat ilova, balki fayllarni ham yuklab olish uchun yuborishadi. Ko'pincha kichik fayl yuklangan bo'ladi. Demak, men u faylni ochmasligim kerak. Umuman yo'q. Agar u yozishmada bo'lsa-chi, har ehtimolga qarshi antivirus o'rnating. Ko'pchilik uni o'rnatmaydi. Albatta, buni yaxshi tushunaman. O'zimning Telegramda avtomatik ravishda yuklanayotgan narsalar tekshiruvdan o'tar edi. 2 oydan so'ng soxta klik ilovasini ko'rib qoldim. Lekin u o'rnatilmagan edi, chunki antivirus bo'lgan. Shu sababdan masala hal bo'ldi. Telefonni tozalayotganimda shu qalbaki klikni ko'rib qolganman. Klik kompaniyasidagilarga qo'ng'iroq qildim. Ular mendan ilova soxta ekanligini tasdiqlaydi va men uni o'chirib tashladim. Raqamli gigiyenaga doim rioya qilish kerak. Albatta. Firibgarlar sababli puldan ayirish juda ham yoqimsiz tajriba. Insonlarning mablag'larini qaytarib olish maqsadida ularni ikkinchi marotaba aldaydigan boshqa firibgarlarga uchraydi. Bunday holatlarda qanday yo'l tutgan ma'qul? Afsuski, bu holatlar ham uchrab turadi. Firibgarlarning tuzog'iga birinchi marta ilinganingizdan keyin sizga vaqt o'tmay qo'ng'iroq qilib, ma'lum pul evaziga g'oyib bo'lgan mablag'laringizni qaytarib berishda yordam beramiz deb murojaat qilishadi. Tabiiyki, bu yolg'on. Ming afsus odamlar ishonishadi, chunki firibgarlar turli usullardan foydalanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda prezident pulidan ayrilganlarga mablag'laringizni qaytarib berish to'g'risidagi qaror imzolangan kabi reklamalar paydo bo'ldi. Yoki Telegramda Zafar Hoshimovning barcha jabr-ko'rlarga yordam beramiz degan videosini ko'rishingiz mumkin. Firibgarlar pulingizni olish maqsadida faol ravishda yo'qotish hissingizdan foydalanadi. Pullarni qaytarish jarayoni juda murakkab, shuning uchun turli deepfake'larga e'tiborli bo'ling. Ma'lumotlarni tekshiring, o'zaro yordam va shunga o'xshash shubhali chatlarga qo'shilmang. Pullaringizni qaytarish jarayoni uzoq vaqtga cho'zilib ketishi va murakkabligini unutmang. Ularni ma'lum miqdordagi mukofot evaziga qaytarib berishmaydi. Sizni xuddi kimdir aldayotgandek shubha paydo bo'lganda nima qilish kerak? Vaziyatni baholang, sizga xizmat ko'rsatayotgan bankka qo'ng'iroq qiling, firibgarlik haqida xabar bering. Industriyalar millionlab foydalanuvchilarni o'ziga jalb qiladi, lekin firibgarlar mablag'larni o'zlashtirish, akkauntlarni olib qo'yish va soxta buyumlarni sotish maqsadida o'yin platformalaridan foydalanadi. Qanday firibgarlik sxemalarini ko'proq uchratish mumkin? Juda ham dolzarb masala. Avval qutbning bir tomoni keksalar edi. Endilikda o'sib kelayotgan
avlod, ijtimoiy firibgarlikka moyil bo'lgan bolalar. Firibgarlar asosiy e'tiborini yuzerlar bilan munosabatlariga qaratmoqda. Qandaydir medlarni xarid qilish, me'yorlarga chiqarishga mo'ljallangan qo'shimcha achivkalarni sotib olish, qalbaki Discord serverlar, Telegramda gruppalar tashkil qilinadi. Ko'pincha bular fake. Bolalarda tajriba kam bo'lganligi uchun ularni aldash osonroq. Misollardan biri o'yinlarga dastlabki buyurtma berish. Har bitta bola o'yin sotib olish uchun yetarli mablag'ga ega emas. Ijtimoiy tarmoqda u reklamaga ega. U yerda o'yin arzonroq sotiladi. Ota-onasining kartasiga shu o'yinni xarid qiladi. Natijada ota-ona pulsiz qoladi. Pulsiz, bola esa o'yinsiz qoladi. Bunday sxemalar ko'p. Akkauntingizni olib qo'yishadi. Natijada qalbaki o'yinni yuklab olish, bolalar aynan bepul torrentdan yuklab olishadi. Sababi o'yin sotib olishga mablag'i yo'q. Bolalarni qanday qilib himoya qilish mumkin? Bolalarga albatta kompaniya va storlarning saytlarini tekshirishni tavsiya qilardim. Yetkazib beruvchi ko'rsatilgan bo'lishi lozim. Shuningdek, o'yin ichida valyutani arzonroq xarid qilib olmoqchi bo'lsangiz, ota-onalarga esa farzandlari bilan suhbatlashib, onlayn firibgarlar kimligi hamda o'yinda qanday aldanib qolishlarini tushuntirishlarini maslahat bergan bo'lardim. Bolalar firibgarlarning qurbonlariga aylanganida nima qilish kerak? Karta yoki to'lov serverini bloklab qo'ying. Pul yechmaslikka amin bo'ling. O'yin platformalarining ko'maklashish xizmatiga murojaat qiling. Ular ko'pincha yordam beradi. Agar zarar miqdori katta hajmda bo'lsa, albatta huquqni muhofaza qilish idoralariga murojaat qiling. Boshqa savolim yo'q. Internet orqali firibgarlarning asosiy sxemalarini ko'rib chiqdik. Bagdan mazmunli suhbat uchun minnatdorman. Yana bir bor eslatib o'taman. Bugungi mehmonimiz Ipoteka Bank firibgarlikka qarshi kurashish departamenti rahbari Bagdan Labudin. Ushbu intervyu moliyaviy xavfsizlik dunyosida ishonchli hamkorimiz Ipoteka Bank hamda O'zbekistondagi chakana kreditlash bo'yicha birinchi o'rinni egallagan bank yordamida tayyorlandi.